Shomurodov Andre Onana darvozasiga super gol urdi. Siz videoga like bosib sahifamga obuna bo'ling. Men esa legionerlarimiz haqidagi so'nggi xabarlarni taqdim etishda davom etaman. Turkiya chempionati 13-turi doirasida Başakşehir Trabzonsporga qarshi bahs olib bordi. Gollarga boy kechgan bellashuvda trabzonliklar 4-3 hisobda g'alaba qozondi. Eldor Shomurodov jamoasining ikkinchi goliga mualliflik qildi. Abbos Fayzullayev jarohatidan tiklanib qaydnomadan o'rin oldi, ammo bosh murabbiy Nuri Shahin bu o'yinda uni zaxirada qoldirishga qaror qildi. Odil Hamrobekov harakat qilayotgan Traktor jamoasi elit liga doirasida Nasafni 1-0 hisobida mag'lub etdi. Legionerimiz boshlang'ich tarkibda maydonga tushib, to'liq 90 daqiqa to'p tepdi. Ayni damda Traktor jadvalda Al-Hiloldan keyin ikkinchi o'rinda bormoqda. Sherzod Temirov Iroq chempionatini yondirishda davom etadi. Erbil 7-turda Al-Garraf ustidan 2-1 hisobida ustun keldi. Jamoasining 2 goliga ham legionerimiz mualliflik qildi. Ayni damda Temirov 7 ta gol bilan chempionat to'purari bo'lib turibdi. Malayziya chempionatidagi legionerimiz Nurullo To'xtasinov o'z nomiga assist yozdirib qo'ydi. Terengganu so'nggi daqiqalarda gol urib, Nigeriya Sembilanga qarshi bahsda mag'lubiyatdan qutulib qoldi. To'xtasinov 90+3-daqiqada jamoadoshini qulay imkoniyatga chiqarib yubordi, u esa bundan foydalandi. Legionerlarimizda hozircha shunaqa gaplar.